Agar aksiyani haq bermasam men buni o'taman. Pax. Ha boshliq, nima kerak? Assalomu alaykum boshliq. Nima kerak? Bu kim edi bu endi? Bu kim bu? Tochkan xo'jayinimi bu? Bonalarimiz keldi. Boshliq yaxshimisiz? Sveji bonalar. Sariq bana kerak yo'q. Nima kerak boshliq? Sariq bana Nima kerak topdim. sizga? Sariq bana Nima kerak boshliq? Nok kerak. Nokni zo'rini keltirdik Xitoydan. Karobkas 100 ming, karobkas 150 ming so'm. Sveji nokarimiz keldi. Ko'rishingiz mumkin. Hoppa! Menga Nima qildim men hozir masalan? Birinchi qildimmi men birovga? o'taman o'zi. Boshliq nok 150 ming so'm xalqqa tarqatyapti. Nima qilay boshliq? 150 ming emas. 100 ming ertalab klientlar. 100 ming tarqatmasam men buni o'taman parkovkaga chiqarib. Gapimizga javob et tarafdan avtochillikka nok 100 ming so'm kelaverasizlar. Boshliq, yana maqsad qilaylik. Fokus tomondan Akkavoq nomer один. Yigit ultra so'ya qamalar chiqar. tushiribdi, xabarlar kelyapti-da. Ana nima? Xitoy mallari. Nechi puli? Yashiga 200 ming so'm, aksiyaga 180 ming so'm. Soki qanday soki? Sokizar. Nima bu? Ana sok. Qo'lingizni yuving boshliq. Qo'lingizni yuving. Bu faqat Xitoy sermetda. Narxini aytsak maylimi? Boshliq bitta qo'tir. Ertaga 2-aprel Xitoy Shermet bozoriga sitrus mevalar polni rost aksiya bomba qilamiz. Agar aksiyani haq bermasam men buni o'taman. Pax.